Haqiqiy drive egalari uchun men juda ham zo'r avtomobil topib qo'yganman. Qarshilarda yangi Audi A5L juda ham chiroyli avtomobil. Uzunligi deyarli 5 metr. 2 litr turbina, 170 ot kuchi, old privodli. Diskalari 18-o'lchamda. Kimga yoqmasa almashtirib berishimiz mumkin. Undan tashqari orqa tarafi, orqa taraf sizlarga yoqishi aniq. Mono qosh optika, yonib turuvchi Audi logotipi. Mana bu Xitoy yozuvini otashsanglar bo'ldi. Yukxonasi ham juda katta. O'rtoqlar, bu mashinada 360 darajali kamera yo'q, lekin orqa ko'rinish kamerasi bor. Eshik tutqichlariga e'tibor beringlar. Eshigini ochishinglar bilan yerda sizlarni Audi logotipi kutib oladi. Eshik kartasidagi tugmachalar bo'lsa, fizik tugmachalar va sensor tugmachalar bilan kombinatsiya qilingan. Salon juda ham ajoyib, sport o'rindiqlar, elektr privodda sozlanadi. Old ikkala o'rindiqda ham atamanka. Naqd 3 ta displey salonda sizlarni kutib oladi. Xo'sh, funksiyalari bo'yicha bu yerda adaptiv cruise control, haydovchini holatini aniqlash tizimi, panorama tom, quyoshdan saqlovchi tizimga ham ega. Mashina juda ham chiroyli. Audi A5L'larimiz oq, qora, mokra asfalt va to'q baqlajon rangida sotuvda mavjud. Kimga kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Narxlari juda ham ajoyib.